Assalomu alaykum, Qarshimata obunachilari. Bugungi mototsiklimiz ko'rinishi mana Damas stilidagi, ya'ni kabinali mototsiklimiz bo'ladi. 2 eshikli. Select kabina bo'ladi. Mana kabinalari ham. Ko'rinishlari. Bokoyni oynalar, eshiklar ochilish, yopilish. Ichki salon. Bemalol xuddi mashinadagiday o'tirish faqat bir kishilik uchun. Yani yonida o'tirsa ham bo'ladi. U yonida ham bunda sovutish sistemasida ventilyatorlari bor. Bemalol ventilyatorlarni qo'shib, kart qo'shgan holatda ishlaydi. Ventilyatorlar yumshash jarayonlarini. Bizga hozir ventilyator kerak emas. Ventilyatorlar ishlaydi. Bokoyni sistema, ya'ni orqa uchun bemalol orqani ko'rsatadi. Mana bu yerdagi bokoylari mana orqani chilaydi, ko'rsatib turibdi. Bu bittagi ham. Yutish sistemalari bularda mashinadagiday, ya'ni kalt bilan zavod bo'ladi. Aboyatlar hammasi ishlaydi, taxometr. Suv, pechka, benzin, pavorotlar. Bu tomon signal, avarenka. Ventilyator motor ichida. Faralar mana. Fara damli bilishni, margat. Hamma narsa ishlaydi. Oldi tomondan endi bir o'zimman oldi orqani ko'rsatish imkoniyati bo'lmayapti. Shuning uchun bir o'zim bo'lgani uchun sal qiynalyapman. Bularda ana zadniy ekran ham bor. Sal yaqinlashtirib ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana zadniy ekranlar ham bor. Bunday o'zimiz kabina holatda ko'rinadi. Kameraga sal ko'rinish qiyin qolyapti. Yurish sistemalari mana maliya abortda chiroyli ishlab, chiroyli bo'lib turibdi. Bundan hozir endi haydab ko'rsatdim deyishga sal qiynalyapman. Haydash uchun. Mana kartlarni o'chirib qo'yamiz. Sizlarga yuk xonasini ko'rsatsam, mototsiklimiz 220 ga 140lik. Kishi bo'lgandan keyin og'irlar ketadi. Shuni esa qo'yib olmasam bo'lmadi. Mana ko'tarilishlari ham yaxshigina. Bu faqat remont uchun ko'tariladi. Remont qilinishda, masalan, kuzov yuvishda, boshqa payt ko'tarish shart emas. O'zini xomitlari bor. Xomitlarni yerlarga qotirib qo'ysangiz, bemalol bo'laveradi. Kuzov taklari ham qarang, baquvvat. Kuzovlar anchagina o'sha 2,5 tonna yukni ko'tarishga yetadigan kuzovlari bor. Ramalari ham mahkam, mana ramalari ham. Mana boshqa mototsikllar kabinasini o'rnatish bo'lmaydi deymiz. Mana haqiqatan ham o'rnatib bo'lmaydi, chunki ularda o'zini moslashtirgan kamera bor. Bu kabinaga. Bu boshqacha kabina bunga qo'yib bo'lmaydi. Bu kabinani ham boshqa mototsikllarga qo'yib bo'lmaydi, chunki ramasini yasalgan joylari bor. Boshqa mototsikllarda ham o'sha narsa yo'q. Boshqa mototsikllarda o'rtada rama ketgan. Rama turishlari ham. Ana tag tomonlari
Mana motorlar. Motori 250 kublik. Yaxshi motorlardan. Zadniy peredniy rozatkalari ham baquvvat. Bu tomon hademgidek bilasizlar. Mo'stlari anchagina baquvvat bo'ladi. Mana o'ziqa ham bemalol joyiga kelib qolsa, suvga kirib ketgan holatda ham ishlaydigan o'ziqalardan. Ya'ni tepaga qo'yilgan. Ya'ni o'zimizda chang, tuproqli yerlarda, suvli yo'llarda ham ishlaydigan. Ya'ni o'ta chang, kuchli changlarda bemalol o'ziqaga suv, chang to'planmagan holatlarda ishlaydigan o'ziqalardan qo'yilgan. Ya'ni eski UAZiklarni sistemasidan. Shu o'ziqalar juda o'ta baquvvatli ham qo'yilgan. Mana resorlar ham o'sha rama ham 2 tonna, 2,5 tonna yukni ko'tarib turishga moslashtirilgan. Mana orqada stabilizatorlar qo'yilgan. Mana bemalol yuk, o'sha yuk bilan ovunab ketish yoki ag'darilib ketish degan narsalar olingan bu mototsiklimizda. Qo'shimchasi orqasida zapaska balonlari, zamko'rak, balon ключ, maykasi bor. Kaska bularga ishlatamiz. Chunki yopiq bo'lgani uchun kaska bo'lmaydi. Mana bu tomondagi ko'rinishi. Endi akkumulyatorga kelsak, akkumulyator o'zini akkumulyatorni beramiz. Hali suv solinmagan. Sotalar solinmagan. Bu обычный o'zimizda akkumulyatorlardan to'g'risida qo'yib ishlab yurishga bo'ladi. Bak sig'imi 18 litr shu bakka ketadi benzin. 100 ga 6-7 litr benzin sarflaydi. Aslimiz 100 kilometrga 6-7 litr dan bemalol obычный ishlar bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Bir kishiga ham oson, bemalol ko'tarishga saqlanib, tushirib olishga osonroq. Mana zadniy kameralari ham boya u tomonda ko'rsatgandim. Zadniy kameralar shu yerga qo'yilgan. Buni yoqqanda hech qanday sinib qolish, uzilib qolish degan narsalarga xalaqit bermaydi. Yukxonasi ham baquvvat mana. Bemalol yukini solib, shu 2 tonnalik yuk yoki korobka hajmli yuklar bilan bemalol yumushlaringiz qilsangiz bo'ladi. Bakoylarga masalan o'sha ketish chog'ida esa bemalol o'ynatib, xohlagan shaklda ketsangiz bo'ladi. Mikrofon bor mana. Antennalar ham normal. Mashinada unaqa antenna yo'q. Tormozlar normal jetkisi joylashtirdi. Nuqta qo'lda qilingan. Kartada bitta karta yuradi. Ovozlar ham normal ishlaydi. Kunga bunaqa chiroyli mototsikllardan kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz, 24 soat aloqadamiz. Mana yanada qo'yib chiroyli qilib ham yopishib qo'yganmiz. Mana shu nomerlar 24 soat ishlaydi. Oldi tomon ko'rinishi.